15-asr jahon ma'naviyatining buyuk siymosi Nizomiddin Mir Alisher Navoiy Hijriy 844-yil Ramazon oyining 17-kuni, ya'ni milodiy 1441-yilning 9-fevralida Hirotda tug'ilgan. Hirot shahri 15-asrning birinchi yarmida sohibqiron Amir Temur asos solgan ulug' saltanatning ikkinchi poytaxti edi. Alisher Navoiy 4 yoshida mazmunan puxta satrlarni yod ola boshlagan. 7 yoshidan boshlab mustaqil baytlar bitgan. Bu buyuk qalam sohibi yaratgan asarlarning umumiy soni 4585 tani tashkil etadi. U butun she'riy, nasriy, tarixiy va ilmiy ijodida jami 31 janrda asar yaratgan. Shoir yosh paytidayoq o'zida shunday bir buyuk ijodiy qudrat sezgan ediki, Samarqandda o'qib yurgan 25-28 yoshlaridayoq Firdavsiyning 30 yilda yozganini 2 yilda yozaman. Eng qiyin she'r to'qish talab qilinganda ham kuniga 200 satr bita olaman deb bashorat qilgan edi. Keyinchalik 2 yilda 42 va 44 yoshlari orasida jami 25615 bayt, ya'ni 51230 misrali hamsani tugatdi. Navoiyning oxirgi asari Mahbubul Qulub, ko'ngillarning sevgani risolasidir. Alisher Navoiy 1501-yilning boshida 60 yoshida vafot etdi.